insonni yaratgan Alloh taolo boshqa sinovlar qatori turli xastaliklarni ham yaratgan. Ayni paytda ularni muolaja qilish yo'llarini, xastaliklarning davosini ham insonlarga bildirib qo'ygan. Bu haqda Qur'oni Karimda shunday xitob qilingan: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Vallazi huwa yut'imuni va yasqini va idza mariztu fa huwa yashfin. Uning o'zigina menga yedirur va ichirur. Kasal bo'lganimda uning o'zi menga shifo berur. Shuaro surasi 79-80-oyatlar. Yana bir oyat karimada esa Alloh taolo o'zi yaratgan kichik maxluqi asalariga odamlar uchun shifo baxsh bo'lgan asal to'plash vazifasini yuklab qo'yganini zikr qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un lin-nas inna fi zalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Ularning qorinlaridan odam uchun shifo bo'lgan turli rangdagi sharbat asal chiqur. Albatta bunda fikr yuritadigan qavm uchun Allohning borligiga alomatlar bordir. Nahl surasi 69-oyat. Al-Jami' li ahkamil Qur'on tafsir kitobining sohibi hozirgi oyat karima mazmuni betob kishi albatta dardi muolajasini olish va o'z vaqtida davolanishga dalolat qiladi deb ta'kidlaydilar. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan ham insonlarning salomatligini asrash, turli xastaliklar muolajasi haqida ko'plab hadis-i shariflar rivoyat qilingan. Hatto hadis kitoblarimizda nabaviy tibi degan alohida boblar ham bor. Quyida ana shu hadis-i shariflardan ba'zilarini keltiramiz. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh alayhisalom: "Ma anzalallohu da'an illa anzala lahu shifaan", ravahul Buxoriy. Alloh qaysi bir dardni tushirgan bo'lsa, albatta uning shifosini ham tushirgandir dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. Sa'd roziyallohu anhu aytadi: Nabiy alayhisalom: "Iza sami'tum bit-ta'uni bi-ardhin fala tadkhuluha va iza waqa'a bi-ardhin va antum biha fala takhruju minha", ravahul Buxoriy. Agar biror yerda vabo borligini eshitsangiz, u yerga kirmanglar. Bordi-yu u sizlar turgan yerda tarqalsa, u yerdan chiqmanglar dedilar. Imom Buxoriy rivoyati.